Assalomu alaykum qadrdonlar. Tojikistonga tayyorlab bergan dachamiz loyihasi tayyor bo'ldi. Xolisa bir tanishtirib o'taman. Demak, ikkita albom, bitta mijoz mijozlariga, bitta quruvchi ustalar uchun va bu yerda smeta konstruksiya qismi. Xo'p, e'tibor berasizlar. Xolisa modern stilda juda ham chiroyli chiqdi fasadlari, ko'rishingiz mumkin. Tepada o'sha terrasalari joylashgan. Bu yerda basseynlari, letniy zimniy basseynlar bor bu dachamizda. Fasad ko'rinishlari juda ham chiroyli chiqdi. Xolisa ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hovlida o'sha basseyn zonalari. Mana bu yerda hovlida sanuzel joylashgan. Sanuzel ustidan vodopad tushyapti. Har bitta joyi, har bitta detallariga e'tibor berib ijod qilingan. Demak, bu daryoni oldida joylashgan. Shu daryoga qaratilgan holatda mana bu yerda o'tiradigan ayvon qilib berganmiz. Mana shu ayvon. Mana bu yerda letniy kuxnyalari, letniy kuxnyani oldida mana shunaqa o'tiradigan joylari bor. Ya'ni razdvijnoy qilib berganmiz. Qishda ham, yozda ham bemalol foydalansa bo'ladigan qilib berganmiz mana. Va bu o'sha ko'rayotganinglar bu letniy kuxnyani oldida o'tiradigan joylar. Ichki ko'rinishlarigacha chiroyli qilib ijod qilib berdik. Mana qaranglar dizaynni. Bu letniy kuxnya bu. Uni oldida o'tiradigan joy. Ovqat pishiradigan zona bilan mana o'tiradigan zonani orasiga ham razdvijnoy qilib berganmiz. Bu bemalol ochib qo'yib yoki yopib qo'yib turib, yozda ham, qishda ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, hovliga qaragan bu zimniy basseyn bor. Razdvijnoy eshikni ochasiz, polniy ya'ni letniy basseyn sifatida ham foydalansa bo'ladi. Xo'p, bu ko'chadan kirib kelish qismlari. Bu asosiy kiraverish binoga. Ko'chadan tushib kelinadi, bu yoqdan asosiy binoga kiriladi. Ko'rishingiz mumkin shunaqa holatda. Va mana shaytlarimiz bo'yicha bu yerda daryo o'tgan. Daryoning oldida shunaqa o'tiradigan mягкий stol, stul zonalari bilan tayyorlab berganmiz. Basseyn zonalari. Bu tepadan ko'rinishi kichik polyot hovlini joylashuvini tasavvur qilishingiz uchun. Mana bu ko'chadan kirib kelish darvozasi. Kirgandan keyin bu yoqda shu mashina qo'yishga bemalol yetadigan zonasi bor o'zi. Mana ko'chadan kirib keldingiz, 4 ta mashina qo'yishga joy bor. Undan keyin binoga tushib boriladi. Joy relyefli joy. O'sha har bitta relyefni stupenkalarni bilinmaydigan qilib tushib kelinadigan qilib berganmiz. Bu chizmalari. Mana umumiy joylashuvlari. Bu yerda vторой svet bo'lgan. Kirganingizdan keyin o'sha birinchi qavat bilan ikkinchi qavatda mana orasini ochib berganmiz. Kirib kelganingizdan keyin tepaga qaraganingizda shu baland holatda ko'rinadi. Kotlovan, podushka chizmalari. Xullas, o'sha quruvchilarimizga kerak bo'ladigan hamma ma'lumotlari bor. Hozirgi mana shu yerga nisbatan qanaqa qaziladi, qanaqa chuqurlikda qaziladi. Quruvchi ustakalarimizga tushunarli bo'lishi uchun tayyorlab berganmiz. Hamma chizmalari, tom yopmalari. Tojikiston, Qirg'izistonda ham loyihalarimiz qurilyapti. Masofadan hamma savollarga javob berib boryapmiz. Shunaqa gap. Bu yerda o'sha qaysi joyga nechtali armatura ishlatiladi, tushunarli, sodda qilib tayyorlab berganmiz. Kotlovan, ya'ni podushka chizmalari, kolonnar, regellari qaysi joyga nechtali, qanaqa ishlatish kerak. Bu yerda 3 ta asosiy narsani hisoblab berganmiz. Qancha g'isht, necha kubba beton, demak, qancha armatura ketadi. Shulargacha detalli tushuntirib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.